Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana azizlarim, sizlar uchun 5-3 daqiqasidan 7-domda 4 qavatli binoning 1-qavatidan 2 xonali kvartira topib qo'yganmiz. Orienterga keladigan bo'lsak, hamma biladigan Flamingodan kirganda. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda ko'rib turibsiz, prixoshkalari katta, keng, yaxshi holatda jitka bo'ylarini tortib qo'ygan. Shundoqqina kirganimizda chap qo'limizda tualet, vanna qismlari alohida joylashtirilgan, aristonlarni ilib qo'yilgan. Undan o'tganimizda yuvinish xonamiz ham remontlari yaxshi holatda. Undan o'tganimizda bu yoqda birinchi yotoqxona qismimiz. Yotoqxonamiz ham ko'rib turibsiz, bu yoqqa jitka bo'ylarini tortib qo'ygan, yaxshi chiroyli holatda. Oynalari akfa, birinchi qavatda. Undan o'tganimizda katta zal qismimiz. Zalimiz ham ko'rib turibsiz, remontlari o'rtacha holatda. Agar olib o'zingiz uchun yana didingizga moslab, chiroyli holat keltirib ta'mirlab olsangiz bo'ladi. Undan o'tganimizda bu yoqda oshxona qismimiz. Oshxonamiz ko'rib turibsiz, yaxshi suv, gazlardan umuman muammosi yo'q ekan. Oshxonadan o'tganimizda bu yoqda katta balkon qismimiz. Balkonimiz 6 ga 2. Bu yoqqa ko'rib turibsiz, chiroyli holatda tapchanlarni qilib qo'yilgan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek bitta oila kelib maza qilib yashaydigan holatda bu uyimizni egalari 28500 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Biz nomimizdan chiqsalaring yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Bu videoni 5-3 daqiqasidan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Bu uyimiz g'ishli uy ekan.